dastlab haq, rost tush ko'ra boshladilar. U zot tush ko'rsalar, xuddi tong yorug'idek aniq bo'lib, o'ngidan kelar edi. Bundan oldin Alloh taolo u zotga yolg'iz qolishni xush ko'rsatib qo'ygan edi. Natijada oziq-ovqat olib, Hiro g'origa chiqar, u yerda bir necha kun yolg'iz qolib, Xoliq va maxluqot haqida tafakkur qilar, gunohlardan saqlanib, ruhan poklanar edilar. Ozuqalari tugasa, uylariga Xadicha onamizning oldiga kelib, kerakli ozuqalarni olib ketar edilar. Otajon, bu o'limtik-ku. O'g'lim, biz o'limtikni ham yeyaveramiz. Kela qol. Otajon, men toqat qila olmayman. Kela qol o'g'lim. Seni sanamlar oldida qurbon qilsam, ajabmas menga kushoyish bo'lsa. Beri kel. Xo'p bo'ladi otajon. Bolam senga fido bo'lsin. Evaziga menga rizq berishingni va meni zodagonlardan qilishingni so'rayman. Otajon, bu kim? Bu sanamdir. Sening ibodat qiladigan ilohing. Shu meni ilohimmi? Zayd, men bilan qayt. Uzr otajon, men Muhammad bilan yashayman. Senga ixtiyor beraman. Meni yoki Muhammadni tanla. Muhammadni tanlayman. Menga izzat ikrom ko'rsatgan, boshpana bergan va ta'lim tarbiya bergan sodiq amin Muhammadni. Nima? Axir men otangman. Men bilan birga bo'lishing kerak. Uzr, men Muhammad bilan qolishni xohlayman.